Savdolarning nuqtaga yechim beramiz. Yechim berganda ham aka muammolaringizni, nimaga chek yonib qolgan hammasini preverkalarni keskinga ko'rib beramiz. Gap nima haqida ketayotganini videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, albatta sizga tushunarli qilib sizga yetkazib beraman. Misol uchun Gentraga ham, korobkasiga, motoriga programma yozib beryapmiz. Yaxshi yurish uchun, chirillamasligi uchun. Sababi hozirgi paytda hech qayerda 80 yo'q. Hamma majburlikdan joyi kelsa 92 quyapti. Agar sizda gaz bo'ladigan bo'lsa, gazga metanga ham, propanga ham programmalarimiz bor. 80, 92 hamma leasingga programmalarimizdan eng so'ngilari bor. Tortishida muammo bo'layotgan bo'lsa, kelaverasiz. Agar sizda switch alishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, benzin nasosi alishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, zaslonka tozalash kerak, programma yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu xizmatlarni hammasini Elite Avtotuning bitkazib ketsangiz bo'ladi. Tablolaringizda chekingiz yonib qolgan bo'lsa, chekni o'chiramiz. Kobaltda suv gradusga yozish kerak bo'lsa, suv gradusi. O'zini zavodskiy pulidan zavodiyachiy xizmatlarni ham ulab qo'shib beramiz. Hozir yana bir ключевой joyi, eng bir shirin joyini ham sizga ko'rsataman. Falon pulli mashinalaringizni brendrovka qildirganingizdan keyin bamper yechiladi, slipoylar yechilgandan keyin tabloda chek yonib qoladi. O'sha cheklarni ham hammasini bartaraf qilib beramiz. Mana bunaqa so'nggi rusumdagi kompyuterlar orqali hammasini. Oka, mana sizda misol Jetaur avtomobilga ham hozir chek yonyapti, oxirida kulchi rasmi turibdi. U ustiga borish to'g'risidagi ma'lumot sizga agar bizga keladigan bo'lsa, o'sha hammasini oka bartaraf qilib bera olamiz. Misol uchun elektromobillarni yonkisini ham o'zingiz mashinangizda hech qanaqasiga bila olmaysiz. Olib kelsangiz, mana shu apparatlarimiz orqali yonkislarni ham tekshirib beramiz. Bemalol bu xizmatlar bo'yicha paxta nomer yozib qoldiramiz. Elite Avtotuning kelib ishingizni bitkazib ketsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling. Bu videoni kimga yuborishi bilasiz, do'stlaringizga, eng yaqinda bilgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.